Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Salom Koreya dasturining navbatdagi soni. Anvar Javharov bilan Dildora Hoshimova. bugungi ommaviy judayam menga ko'p SMSlar kelyapti, telefonlar ham kelyapti, juda ham откazlar ko'p bo'lyapti ekan. Posolstvodan ham, Koreyadan, immigratsionniylardan ham откazlar bo'lyapti ekan. Shu откaz olgan talabalar bo'ldimi endi boshqa qaytib harakat qilib bo'lmaydimi? Nima, qanaqa holatda bular yana qayta harakat qilsa bo'ladimi? Yo, umuman bular harakat qilmasinmi? Nima deb o'ylaysiz? Avvalambor mana shu откaz olayotgan talabalar biz mana ancha yildan beri kuzatib boramiz. Posolstvoning faoliyatini ham, imigratsion slujbalari ham faoliyatlarini kuzatib boramiz. Ya'ni turli yillarda turli xil masalalar borda, turli xil muammolar ham bor. Hozirgi ayni zamonda, hozirgi kunda bo'layotgan asosiy masala moliyaviy tomon. Moliyaviy masala shu kunlarda talabalar, ya'ni POMUB tomonidan ham, immigratsiya tomonidan ham moliyaviy tomonda qiyinchilik bo'lsa, talabalar noqonuniy ishlashga majbur bo'lmoqda degan xulosa bor. Bu umumiy xulosa. O'shani atrofida aylanyapti qonunlar. Ya'ni ota-onasi ishlayotgan bo'lishi va talaba agar bitta talaba bo'lsa 10 million, 10 ming dollar, ikkita talaba bo'lsa 20 ming dollar yetkazib bera olishi kerak. Va o'sha hisob bor, o'zlarining hisobi bor. Ana shu hisobga to'g'rilagan holatda daromad chiqsagina talabaga ruxsat berishyapti, ya'ni Koreyada o'qishiga. Endi o'sha oralig'ida bizda O'zbekistonda ba'zi talabalarni ota-onasi umuman ishlamaydi. Ota-onasi ishlamaydi, aka-ukalari ishlashi mumkin, yo bobo-buvilari ishlashi mumkin, yoki bo'lmasam tog'alari, amakalarini qo'shishyapti, bir kunlik banshot qilishyapti. Ana shunaqa masalalar orqasidan elchixona tan olayotgan hujjatlar bor, tan olmayotgan hujjatlar bor. O'shaning uchun tan olmayotgan hujjatlar ko'paygan sari откazlar ko'payapti va buni hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. Mana tajribamdan mana yaqindagina viza chiqqan bir talabamiz. Ularda nima bo'lgan? 3 marta 6-band bilan отказ bo'lgan. Posolstvodan. Bittasida bizda tufayli bo'ldi, ikkitasi boshqa joylarga borib harakat qildi, bo'lmadi va akasi Koreyada edi, telefon qilib, "Aka, bitta o'zingiz baribir harakat qilib bermasangiz bo'lmaydi. Chunki u kenja ukam ham kelish kerak" degan taklif bo'ldi. Ya'ni murojaat bo'ldi. Men uni Viza Go Koreya saytiga kirib turib istoralarni ko'rsam, hammasi 6-band. Va biz akasi bilan kelishgan holatda hamma narsani hujjatlar to'g'irlab o'qishga kirgizdik, topshirdik va o'tgan hafta tekshirganimizda u bolaga viza berildi. Va men shundan ham menga asos bo'ldiki, elchixona tomonidan berildi. Asos bo'ldiki, demak, u tepadagi откazlar ta'siri bor, lekin viza berish uchun to'sqin emas. Ta'siri bor. Ta'siri bor deganim qanday sabab? Agar siz bir xil hujjatni yana topshiradigan bo'lsangiz, yoki bo'lmasam yana o'sha holatda farshinlik qilayotgan bo'lsangiz, yana farshinlikni boshqatdan topshiradigan bo'lsangiz, bu to'liq holatda отказ. Agar lekin siz uni ustida ishlab turib, universitet bilan yoki bo'lmasam mana bizga o'xshagan agentlik yo biz bilan masala qilib turib, kelishib, chotki anaqa qiladigan bo'lsangiz, cho'nglik qilib, zo'r qilib tayyorlaydigan bo'lsangiz, unda sizga demak viza berilishi ham mumkin. Taqiq yo'q. Ko'pchilik o'ylaydi, deportga tenglashtirib yuboradi-da ko'pchilik. отказ olgandan keyin yig'lab yo bo'lmasam butun anaqada hayotim sindi, men endi hayotim yo'q deydigan talabalar ham juda ham ko'p. Mana bizning videolarni ham ko'radi, xudo xolisa. Mana shu talabalar hech qachon tushkunlikka tushish kerak emas. Mana shu 3 ta 4 ta отказ olib turib kelgan bolalar men irodasiga qoyil qolaman-da. Bu juda ham bir katta narsa kerakda uning uchun. Qancha gap so'z, mani mahalla ketadi deb o'ylagan edi, o'qiyotgan kursdagilar ketadi deb o'ylagan edi, sharmanda bo'ldim degan narsa bor. Lekin unga e'tibor bermasdan harakat qilib, izlanib, yaxshiroq hujjat qilib, topik olib, yo topik bo'lmasa ham ota-ona daromadiga e'tiborli bo'lib, yana harakat qilganlar kirib kelyapti. O'shaning uchun u bolajonimiz ham 2003-yilda. Yosh bola ham emas-da. Ya'ni 2007-2008-yil bola emas. 3 marta отказ, lekin oxiri viza chiqdi. Juda ham xursand bo'lishdi. O'shaning uchun men отказ olayotgan talabalar sababidan qat'iy nazar, agar harakat qilsa, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, muhim narsani. Yana harakat qilishga biz aytganimizda harakat qiling yana deganimizda ko'pchiligi ushlab qolayotgan narsa KDB bankdagi pul foizga olinganligi bo'lyapti. O'shaning uchun
foizga agar siz $8,000 3 oy depozit qilish imkoniyati bo'lmayaptimi, demak $6,500 qiling. $6,500 ham mumkin. Seul bilan Kyonggidodan tashqari bo'lgan hududlarga $6,500 depozit qabul qilinadi. Ya'ni bu yerda 8,000 bilan 6,5 razницasi bor-ku. So'mda hisoblasangiz katta raznica. O'shaning uchun pulinglar yetmayaptimi, demak $6,500 qo'yish kerak. 6,5 qo'yib turib, chek orollardagi universitetlarga kelib 6 oy 1 yil davomida o'qib, topiklarni olib, keyin Seulga agar xohlasanglar Seulga, katta shaharlarga kelib, bakalavr, magistr o'qisanglar bo'ladi. Shuning uchun shu tomoni eng katta og'riqli nuqtalardan qayta harakat qilishga. Yana foiz to'laymizmi, yana uni chunki oyoqqa turib bo'lmaydigan darajada zarar bo'ladi. Shuning uchun talabalardan shu nuqtalarga ham e'tibor berishni so'raymiz va yana bitta tomoni Sejong Haktang sertifikatlari. Sejong Haktang ham har semestr, ularda ham semestr bor, 3 oy qilib, ana shu semestrlarda darslarga yozilib, o'qib, o'shaning sertifikatini oladigan bo'lsanglar, immigratsiya tomonidan ham yoki bo'lmasam Koreya elchixonasi tomonidan ham yaxshi qabul qilinadi. Til bilish sertifikatlarini ko'pligi, SKA imtihonlari bor, ana shular IELTS bor, mana TOEFL bor, ana shularni ko'paytirsanglar, shunda viza olish darajalari yuqori bo'laveradi. Koreya hech qachon o'zbekistonlik talabalarni rad etgan emas. Ya'ni o'zbekistonlik talabalar uje kelishi kerak emas degan fikr ham yo'q. Qaytanga hozir mana Koreya tomonidan qanaqa qilib talabalardan unumli foydalansa bo'ladi degan hozir kun mavzusida bu. Ya'ni bitirganlardan qanaqa foydalansa bo'ladi, o'qiyotganlardan qanaqa foydalansa bo'ladi. Ya'ni tayyor kadrlar, tayyor yoshlar, ana shularni qanaqa qilib yo'naltirsa bo'ladi deb turli xil proyektlar chiqib yotibdi hozir. Yangiliklar chiqib yotibdi. Ular ham hali aytib o'tamiz bitta. Shuning uchun doimo mana shu harakat qilinglar va doimo mana shu to'g'ri insonlar bilan harakat qilish kerak. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Esga kelaveryapti bizlar gapirgan sari. Atrofda har xil fikrli odamlar bor. Talabalarni chalg'itib qo'yishyapti. Mana yoshlar 2007, 2006 yoki bo'lmasa 2002lari shaxsiy fikri hali rivojlanmagani uchun ko'p ta'sir o'tkazib qo'yishyapti-da kattalar. Ya'ni sizga 100% отказ. Oldin отказ olganmisiz? Ha, sizga значит отказ. Mana shunaqa ya'ni agentliklar yo sizga viza chiqmaydi. Siz pasoldan boshqa O'zbekistonda mana Yongsa bor-ku, pasol viza beradimi? Demak, hech kimni haqqi yo'q uni o'rniga bir narsani sizga viza yo'q yo sizga viza bor deb sizni o'ylashingiz, bashorat qilish bor-ku. Shunaqa holatlar bo'lyapti. Biz viza chiqadi yo chiqmaydi deb o'ylagan taqdirimizda ham boshqacha natijalar chiqqan. 2007-yil отказ olib, masalan 86-yildagilar viza olib. Shu haqida ham hozir aytaman. Bu narsa demak, shuni xulosa keladiki, hech qachon siz noumid bo'lmasligingiz kerak. Noumidlik eng motivatsiyasizlik eng yomon narsa. Shuning uchun bunga ham hushyor bo'linglar. Mana hozir mana shu viza откazdan, viza yoshlaridan kelib chiqqan holda savolim 86-yil. Bu degani meni yoshim bilan teng, 40 ga kirgan, 40 yosh deyiladi. Koreya yoshida 41 yosh deyiladi. Shu oppa emas, endi shu singlim, dugona. Shu dugonaga ham viza chiqdi. Bu mo'jiza hisoblanadi. Chunki shu paytgacha chiqayotganlar 92, 90, eng kattalari 89lar ham bo'lganda, endi 86 bu mo'jiza. Shu qizimizga qattan viza chiqdi deb o'ylaysiz? Nimaga viza chiqdi deb o'ylaysiz? Bitirganiga ham uzoq bo'lib ketgan. Avvalo magistraturaga topshirgani ham yaxshi bo'ldi. Magistratura, ya'ni oddiy maktabni bitirib topshirmagan u qizimiz va 4 yillik universitetni bitirgan. Endi 4 yillik universitetni bitirgan talabalar ham juda ham ko'pda отказ olgan. Hamma 4 yillik bitirdi viza olgan emas. Lekin bu qizimizni o'sha hujjatlarda birinchidan maqsadiga alohida e'tibor berdik. Har bitta o'ziga ham men qayta yozdirtirganim, ya'ni har bitta detalga nechinchi yil nima qildingiz, nima qilgansiz? Ya'ni shubha qoldiradigan, orada bo'shliqlar, ya'ni bekor yurgan yillar bo'lmasligi. Mana shu narsa ham muhim bo'ldi va ikkinchisi o'sha ingliz tilidan harakat qildilarda, TOEFLdan daraja oldilar. Necha daraja? TOEFLdan 92 mi oldilar? Yaxshimi? 90 dan yuqori bo'lsa juda zo'r degani. 70 o'zi 58 dan yuqorisi zo'r degani. Va ana shu holatda unga ham tayyorgarlik bo'ldi. Ya'ni bu osongina bo'lgan emas-da. Birinchi elektron vizaga topshirmoqchi bo'ldik. Elektron vizadagi universitet ko'rib chiqdi-da, yo'q, bo'lmaydi dedi. Bular dedi bitirganiga уже 4 yil, 5 yil bo'lib ketdi, ancha bo'lib ketibdi dedi, rad etdi uni.
va o'sha universitetga keyin iltimos qildikda bu yerda strategiya ham borda. Qizimizga yaxshilab tushuntirib, mana shunaqa holat bo'ldi. Elektron viza demak sizga bo'lmas ekan. Elchixonaga topshirasizmi deganda, u qiz ham men Allohga tavakkal deb topshiraman dedi. Va biz universitetga iltimos qilib, ana shu universitetda o'zidan elchixonaga taklifnoma oldik. Olib turib, demak hamma tayyorgarliklarni qilib, boyliklar masalalari, haqiqatan mashinalar bormi, uy bormi? Juda ko'pchilik talabalar bee'tiborligi men hayron qolaman. Topik darajasini ham topshirmaydigan bolalar borda. Ya'ni Sejong Haktangda o'qib qo'ygan yoki eski imtihondan o'tib qo'ygan, topik 1-2 darajasi ham bor, lekin topshirishi kelganda o'shani topshirmaydi. Va uni agentliklar ham so'ramaydi, o'shaning uchun ular ham esida yo'q. Yo bo'lmasa mashinasi ham bor. Dadasining ham nomida bor, onasi nomida ham bor, mashinalar, hamma narsa bor, lekin o'shani berishmaydi. Shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Shuning uchun e'tiborli bo'lib, talaba o'zi haqida. Chunki bitta bundoq qilib qo'ygan narsasi bo'lsa ham o'sha sabab viza olishi mumkin. O'shaning uchun u qizdan ham obdon surishtirib hamma dokumentlarni olib topshirgandik. Mana yoshlar atkaz bo'lgan holatda u kishiga viza chiqdi. Bundan juda ham xursand bo'ldik va ko'pchilikka motivatsiya bo'ldi bu narsa. Va yaxshi fikr paydo bo'ldi. Yana demak harakat qilsa bo'lar ekan degan tushuncha. Demak, harakat va tavakkal. Birinchi harakatni ham qilinglar, tavakkalni ham qilinglar. Shunday. O'shaning uchun Bunimiz nima deyapti? Siz telefoningizmi? Men mikrofonimiz gapiryapti. O'shaning uchun talabalar doimo harakatdan qolmasdan, maqsadinglarni to'g'ri qo'ysanglar, o'shanda Koreyaga kelib hech qachon adashib qolmasdan to'g'ri yo'l, ya'ni ilm ham olib, bilim ham olib, mutaxassis bo'lib O'zbekistonda yoki Koreyada qayerda ishlasangiz ham O'zbekistonga ham, O'zbekistonimizga ham foydasi bor. Qonuniy chiroyli yurib imijimizni ko'tarsangiz, bu hamma kelajakda keladigan talabalarga ham ta'siri borda. O'shaning uchun yoshlardan iltimosimiz, albatta kelajakda keladigan talabalar ham o'ylab, astoydil harakat qilinglar. Azizlar, biz sizlarda kommentariya kutib qolamiz. Chunki kommentariyalaringiz orqali biz shu ko'rsatuvimizni yana ham rivojlantirib, sizlarga Koreyadagi hamma narsa, Koreya haqida, Koreyani olib chiqib bermoqchimiz. Sizlar hamma muammolar, yaxshi joylari, yomon joylari va qonuniy, noqonuniy barchasini sizlarga yetkazib bermoqchimiz. Shuning uchun kommentariyalar kutib qolamiz, yozinglar. Biz sizlarga hammasi bo'yicha bafurcha ma'lumot beramiz. Salom Koreya va Uz International kompaniyasi doimo sizlar bilan birga. Rahmat. Hammaga omad. Zo'r.